Tasavvur qil, bugun seni oxirgi kuning, lekin sen buni bilmaysan. Ertalab sen BMW ga o'tirding. Yillar davomida orzu qilgan mashina bugun seniki edi. Peshinda sen Dubaydasan. Eng baland binoni eng yuqori qavatida ovqatlanyapsan. Kechqurun qo'lingga Amerika vizasi tushdi. 5 yil kutganding. Bugun sen Amerikadasan. Yarim tunda hisobingga $1 million tushdi. Telefoningga qarab kulding. Shunchalik xursand edingki, qachon uxlaganingni bilmading. Ertalab esa uyg'onmading. Endi qabrdasan, yolg'iz. BMW yoningda yo'q, Dubay yo'q, Amerika vizasi yo'q, $1 million yo'q. Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atalloha biqalbin salim. U kunda, ya'ni qiyomatda, na mol dunyo foyda beradi va na farzand, faqat Allohning huzuriga toza qalb bilan kelganlar najot topadi. Sen mol topding, lekin qalb topmading. Qalbni esa faqat Qur'on to'ldiradi. BMW qabrga kirmaydi, viza yoki qabrga o'tmaydi. Faqat Qur'on o'qib, unga amal qilganing qabrga kiradi. Agar Qur'on o'qishni haligacha bilmasang, bugun boshla. Ertaga kech bo'lishi mumkin.